Ibrat sifatida aytib o'tmoqchimanki, meni bir qo'shnim bor. Taqdir taqozosi tufayli 2 farzandi bilan ajrashdi. Biroq haligi odam yangi oila qurgani bilan farzandlarining qornini, kiyimini hamisha but qilib keladi. Eng qizig'i, sobiq ayoli u insonni bola puliga berib qo'ymagan. Bir kun u qo'shnim qattiq og'rib qoldi. Holidan xabar olgani chiqsam, farzandlari otasini ko'rgani kelibdi. Eng ta'jublanarlisi, haligi bolalar "Dadajon, onam zarurat tug'ilib qolsa, buni sotib kamko'stiga ishlatsin" deb sirg'asini berib yubordi, deb otaning qo'liga onasining qulog'idagi sirg'ani ushlatib qo'ydi. Men bu holga qiziqib suhbatini olsam aytadiki, ayolimni javobini berib yuborganman. Biroq shunga qaramasdan bir kun bolalarimga qishki kiyim olib borsam, onasi og'riyotganini aytib qolishdi. Yonimda pul yo'q edi. Mashinamni lombardga qo'yib, ayolimni davolanishi uchun mablag'ni topib berdim. Men o'sha paytda javobini berganman. Ayolim emas-ku deb ko'z yumib ketsam bo'lardi. Biroq Allohning oyati borki, adolat qiling degan. Axir o'sha ojiza ham qachonlardir guldek qiz bo'lgan edi. Shuncha sovchilari turganda menga ishondi va menga rozilik berdi. O'sha paytda mendan baxtiyor inson yo'q edi. O'sha paytda afsuslantirmayman deb va'dalar bergandim. Ming afsuslar bo'lsinki, yo uni, yo meni xatoyim tufayli taqdirimiz kelishmadi. Balkim menga emas, boshqasiga turmushga chiqqanida yolg'izlik azobini totmagan bo'lardi. Shularni his qilganim uchun ham unga hali hamon imkon qadar yordam berib kelaman. Ayolimni adolatini qarangki, onasini uyiga ketgach, oradan 2 oy o'tib bir xabar yozdi. Xabarda shunday deyilgan edi: Assalomu alaykum, meni sobiq hurmatli turmush o'rtog'im. Uyimdagilar eringni bola puliga berib qo'y deb holi jonimga qo'yishmayapti. Vijdonim esa ering o'z bolalarini, rizqini davlat qistovi bilan beradigan kimsalardan emas, balki-da Allohning adolati ila adolat qiladiganlar turidan. Sabr qil deb bunga yo'l qo'ymayapti. Men sizdan davlat belgilab bergan miqdorda haq talab qilmoqchi emasman. Himmatingizga qarab haqqingizni ado etsangiz kifoya. deb xabar yozgandi. O'shandan buyon imkonim bo'lsa davlat belgilab bergan miqdordan-da ko'proq haq beraman. Imkonim yo'q bo'lsa, u ham mendan talab qilmaydi. Biz o'zaro adolat qilamiz deb aytib qoldi. Albatta, bu holatdan ta'sirlandim. Ayol bo'lsa shunday ayol, er bo'lsa shunday er bo'lsinki, jamiyatda mazlum va mazlumalar ko'paymasin. Bu holat esa ayoli hali nikohida bo'la turib, moddiy va ma'naviy kamchiliklarni to'ldirmay, atayin qochib yurgan ba'zi nomard, nomi er, vijdoni esa yer kimsalarga ibrat bo'lsin deya mavzuni yakunlaymiz. Alloh taolo hech bir oilani ayrilig'i bor taqdirga yo'liqtirmasin.